Samarqandda qabulga yoshi 56 da bo'lgan ayol bemor keldi. Uni varikoz bilan kengaygan tomirdagi kuchli og'riq, qizarish va qattiqlashish bezovta qilayotgan edi. Qabulga uni o'g'li yozdirgan, chunki u allaqachon 5 kun davomida azoblanayotgan edi. O'tgan yili u flebolo ko'rigidan o'tgan, lekin davolanmagan. Shunday degan edi: "Nimaga davolanaman agar og'rimasa?" Ammo o'g'li o'tgan yili varikoz tomirlarini to'liq davolatgan. UZI tekshiruvida unda tromboflebit aniqladi. Bu tomir ichida tromb hosil bo'lishi bilan kechadigan yallig'lanishdir. Bu holat xavfli va shoshilinch davolashni talab qiladi. Bemor juda qo'rqib ketdi va davolanishga rozi bo'ldi. Avval yallig'lanishni va asoratlar xavfini kamaytirish uchun konservativ terapiya boshladik. So'ngra EVLK tomirlarni lazer orqali davolash o'tkazdik. Narkozsiz, choklarsiz, kesishlarsiz va shifoxonaga yotqizilmasdan. Protseduradan keyin bemor uyiga javob berildi. Varikoz sizga qulay bo'lgan paytni kutmaydi. Bugun og'rimayapti, ertaga esa tromb bo'lishi mumkin. Og'riq va asoratlarni kutmang. Qabulga yozilib, tomirlaringizni o'z vaqtida tekshirtiring.